Mamlakatimizda inson qadri uchun tamoyili asosida jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolar, xususan yoshlarning oliy ta'lim olishlari uchun bir qator imkoniyatlar yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari hamda hukumat qarorlaridan nogironligi bo'lgan shaxslarga davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha bir qator imtiyoz va qulayliklar belgilanganligi ularning jamiyatdagi faolligini oshirishga xizmat qiladi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning oliy ta'lim olishlari, mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun teng sharoitlar yaratilgan. Bu borada Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu yilgi test sinovlarini oladigan bo'lsak, Xorazm viloyatidan 807 nafar talabkor test sinovlarida yoki ijodiy imtihonlarda ishtirok qilib, tegishli ballarga ega bo'lgandan keyin shundan 296 nafari talabalikka qabul qilingan. Shundan 281 nafari grant asosida qabul qilingan bo'lsa, 15 nafari to'lov shartnomasi asosida qabul qilingan. Bu nogironligi bo'lgan shaxslarga yaratilgan sharoitda birinchi navbatda davlat grantiga ajratilgan kvotaning 2% miqdorida son ajratilgandan keyin hududlar kesimida qabul qilinadi. Oliy ta'lim muassasasiga qabul bo'yicha test sinovlarida ishtirok etish uchun test sinovlari tashkil etilayotgan o'quv yilidan avvalgi yillarda ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlardan bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravari miqdorida to'lov undirish belgilangan. Nogironligi bo'lgan shaxslar mazkur to'lovdan ozod etilgan. Imtihon topshirish jarayonlari test sinovlaridan tashqari suhbat va savol-javob asosida ham tashkil etiladi. Prezidentimizning nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq kirish imtihonlarida ishtirok etgan nogironligi bo'lgan shaxslarni oliy ta'lim muassasalariga qabul qilishda oliy ta'lim muassasalariga abituriyentlarni qabul qilishning umumiy sonidan qo'shimcha ravishda 2% davlat granti asosidagi kvota ajratish tartibi joriy etilgan. Bu ham nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qo'shimcha imkoniyat hisoblanadi. Ko'zi ojizlar bo'yicha bilim va malakalarni baholash agentligining tomonidan ishlab chiqilgan dastur asosida yil davomida o'tkaziladigan test sinovlari bor. Ya'ni sertifikat uchun pedagoglar uchun bu ustama bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, talabgorlar ya'ni abituriyentlar uchun bu oliy o'quv yurtiga kirishdagi imtiyozli hisoblanadi. Sertifikat uchun o'tkaziladigan test sinovlarida 4 ta parametrdan iborat, ya'ni birinchisi tinglab tushunish, ikkinchisi o'qib tushunish, uchinchisi yozma, to'rtinchisi gapirish ko'nikmalari bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, shularning 2 ta parametrini, ya'ni tinglab tushunish bilan gapirish ko'nikmasi bo'yicha parametrlarni bajarib, nogironligi bo'lgan, ya'ni ko'zi ojiz bo'lgan talabgorlar ham sertifikat olish imtiyoziga ega bo'lganlar. Nogironligi bo'lgan shaxslar to'g'risidagi qonun, qaror, farmonlar, xalqaro konvensiya talablari ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizda faoliyat ko'rsatayotgan oliy ta'lim dargohlarida ham talabalarning tahsil olishi, imtiyoz va imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishlarini ta'minlashga e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga ularning bandligini ta'minlash, o'qish xarajatlarini qoplab berish, oylik stipendiyalar bilan rag'batlantirish muhim samara bermoqda. Bu borada Urganch davlat pedagogika institutida muayyan chora-tadbirlar amalga oshirilayotir. Oliy ta'lim muassasamizga imkoniyati cheklangan yoshlar ham qabul qilinmoqda. Xususan 2025-26 o'quv yilida Urganch davlat pedagogika institutiga mana shu imkoniyati cheklangan nogironligi mavjud yoshlardan 26 nafar yoshlarimizni qabul qildik. Bundan tashqari mana shu ko'zi ojizligi bo'yicha maxsus maktab internatlarida tahsil olgan va birinchi guruh nogironi bo'lgan 8 nafar abituriyentlarimiz hujjat topshirgan edilar. Maxsus imtihonlardan o'tib, mana shu imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tganligi uchun Urganch davlat pedagogika institutiga alohida davlat granti asosida imtiyozli ravishda qabul qilinadi. Talaba yoshlarimizga qulay sharoit yaratish maqsadida kutubxonamizda Braille alifbosidagi kitoblar bilan ta'minlangan. Nogironligi bo'lgan shaxslarning magistratura bosqichiga kirish uchun belgilangan imtiyozlardan biri u xorijiy til sertifikatining talab etilmasligidir. Viloyatimizda ushbu imkoniyatlardan foydalanib, oliy ta'limda o'zi tanlagan yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar ko'pchilikni tashkil qiladi.